Mana to'lovlar kelganini qarang. Oq yuzlilaridan akalar, ishqib olsa sirasi aloqaga chiqib olasizlar. Buni yoshi qanaqa o'zi Oxunjon? Joningiz 3 million 200 ming so'mdan bir joyga olganga. Tanlab olishga 3 million 300 ming so'mdan. Yaxshi. Ikkita tumorchasi bilan mana, barakasi o'zi bilan mana akalar. Buni uka endi Kanalga obuna bo'ling, like tugmachasini bosing hamda hammasi degan tugmachasini bosib qo'ying. Biz chiqarayotgan videolar sizlarga birinchilardan bo'lib yetib boradi. Biz sizlar uchun ishlashda davom etamiz. qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa sizlarga manzilda eslatib o'tib ketamiz akalar. Bu tomonimiz Namangan viloyati, Namangan shahridan kelish tarafimiz. Bu tarafimiz esa Mingbuloq tumani, Jamashudan, Shahanddan kelish taraflar. Saroyda sentridan ozgina o'tganda. Mana ko'ramiz yo'lni bo'yida akalar. Xudo xolasa ichkarida ham qo'ylar serob, xotirjam kelaverasiz. Xudo xolasa ishni bitiramiz akalar. Demak, biz video syomkamizni boshlayamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum YouTube chorva qo'y qo'chqor ishqibozlari. Ozodbek.uz kanalini muntazam ravishda kuzatib kelayotgan aka-ukalarimiz hamda kanalimiz mehmonlari. Akalar, bugungi video syomkamizni biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariq qishlog'idan akalar, xudo xolasa mana shunaqa qo'chqorlar zo'rini qo'lga o'rgatilganlarini xudo xolasa men sizlarga namoyish qilishda davom etaveramiz. Bugunga xudo xolasa qo'chqorlarni mana shunaqa semiz yemga tayyor, qurbonlikka akalar tayyor bo'ladigan variantlardan eng oldin xudo xolasa hadavoy ketadiganlardan chiqarishda davom etaveramiz. Omoxonjon bilan sizga suhbatimiz. Assalomu alaykum Ozodbek aka. Siz charchamasiz, yaxshimisiz aka? Yo'llaringmi? Xudoga shukr. Akalar, obunachilaringizga bugun narxlar bor, o'ynataman. Mashq qo'ylar dumbasiga o'xshatib aka. Gap yo'q. Bugun narxlar xudo xolasa nihoyatda arzon bo'ladi, chiroyli bo'ladi degan umiddamiz. Qadrli obunachilarimiz, kuzatishda davom eting, videoni boshidayoq like bosib qo'yishni unutmanglar. Demak, bugunga 4-5 partiya, xudo xolasa. 4-5 partiya qo'chqorlarimiz bor aka. Xudo xolasa bular birinchi zo'rlari, oxirida eng yaxshilaridan aka. Gap yo'q. Birinchi partiyamizga nechta ekan? Birinchi partiyamizga aka 10 dona. Bir pachka. Bir pachka. Bitta obunachimizni qo'ydi. Ammo buni badan osham, dumdu baloq ekan mana. Aka, yemini yeb turgan qo'chqorlar aka. Gap yo'q. Olib borib yana davom ettirsa bo'ladi. Boqsin, masa qilsin aka. Gap yo'q. Bularda uka yosh oyliklari qanaqa ekan? Aka 11 oylik aka. 10 oy 11 oylik, ha? Gap 10-11 oylikka beraveramiz. Bo'ylari necha uka? Aka 75 kilo. 80lari ham bor aka. Gap 75 kilo 80 gacha. Xudo xolasa akalar qo'ylarning holatini ko'rib turibsiz. Bitta telefon bilan xudo xolasa ishni hal qilib qo'yasiz. Bularni uka endi yemoqchi sog'lik salomatliklari joyida. Aka yemoq-ichmoqlar xudo xolasa bir hafta kafolatini beriladi. Jon Alloh sizga. Bo'ktirib qo'yishmasa, oyog'i sinib qolmasa bizga tanaga qaytib kelaveradi. Gap, almashtirib beraverasiz. Bechalar qilib qo'ygan aka. Joningiz omon bo'lsin. Bularni uka xudo xolasa dastavkasini qayergacha qilib berasiz? Aka xudo xolasa birinchi videolarimda aytganman, yana shu paytgacha aytib kelaman, bundan buyog'iga aytaman. Men chiqsam butun O'zbekiston bo'ylab, aka, O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati. Yetkazib berish xizmati bor aka. Bir dona olganga ham, misol uchun bir dona olganga aka uzoq ekandim, narx qo'shilmaydi. Gap yo'q. Mana bir dona olinganda ham mana shu YouTube'dan ko'rdim, Ozodbek uzdan deysa bo'ldi aka. Yetkazib beraverasiz. Yetkazib olib beriladi. Narxi nechi pul? Aka, narxini martga martlik qilaman. Mana shular 5 milliondan sotuvdim. Bugun 4 million 800 ming so'mdan qo'yib beraman siz obunachilar. 4 million 800 dan. Bitta olishsa ham. Bitta olishsa ham aka. Optim olishsa-chi uka? Optim olishsa 4 million 700 ming so'mdan. Joningiz bor aka. Olganga sotganga Alloh barakasini bersin. Gap yo'q. Olganga ham, sotganga ham haqiqatan akalar Alloh barakasini bersin akalar. Qo'ydi holatini ko'rib turibsiz akalar. 4 million 700 ming so'mga arziydigan xudo xolasa qo'chqorlari zo'rlari turibdi. Qadrli obunachilarimiz, aloqaga chiqib olasizlar. Ko'rib turibsizlar. Mabodo to'liq ma'lumotlar kerak bo'lsa, ukalarimizga telefon qilasiz. Bir qator video syomkalar asosida yoritib, sizlarga namoyish qilib, ko'rsatib beriladi. Manzilni aytdingizmi, aytmadingizmi? Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariq qishlog'idamiz. Manzil boshqa. Manzil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariq qishlog'i Sibir sentridan aka. Sibir sentridan video jarayoni ketyapti. Joningiz omonsiz. Yo'lda bo'yida akalar. Yo'lda bo'yida akalar. Ana shunday. Qadrli obunachilarimiz, aloqaga chiqaverasiz, ishlaring bitaveradi. Demak, biz keyingi partiyalarga navbatda bersak ham bo'laveradi, xudo xolasa. Qadrli obunachilarimiz, ikkinchi partiyamizga pul arzonroq variantlaridan bo'lsin, lekin bo'y basti mana shunaqa gaz uzunidan original variantlaridan bo'lsin degan aka-ukalarimizga tavsiya qilinadigan qo'chqorlarimiz chiqib keldi. Soniga bular nechta ekan? 6 ta ekanmi? Soni 6 dona aka. 6 dona. Bular qo'chqor variantlari, ha? Bular qo'chqor variantlari aka. Gap yo'q. Xudo xolasa mana uni qarang. Oxirdan kallasini ko'targisi kelmaydigan, mana egasi bor, haydasa ham yeyman deb ketayotgan variantlaridan. Yeb ichishi zo'r ekan-a? Yemoq-ichmoqqa bir hafta kafolatini beriladi. Kafolati beriladi. Bularda yoshligiga qanaqa beramiz?
Aka 9-10 oylik qo'chqorlar. 9-10 oylikka bo'lmasa yosh oyliklarni berilaveradi. Xudo xolasa akalar holatini ko'rib turibsiz. Yo'tal po'tal kasal yo'qmi Aka bularni? sog'lik salomatiga bir hafta bo'ksirib qo'yib, oyog'ini sindirib qo'ymasa, joni Allohniki, boshqa kasalliklar biz jo'tirib beramiz aka. Bir hafta. Gap yo'q. Bularda uka bo'yinini ichiga berasiz, bo'yini. Aka 75 ham bor, 80 pilusi ham bor aka. 80 pilusi ham bor. O'rnasi 80 pilus chiqadi etakdagisi, ha? Mana. Akalar mana bu gavda boshini ham qarang, haqiqatdan uzun qo'ygan. Buni uka narx-navosini qancha qo'yamiz? Aka, Oh, menga qarating-da kamerani. mana. Men narx sindiraman, u qilaman, bu qilaman deyilmaydi. Sindirish bizga emas, bandasiga emas aka. Hop. Shunaqangi arzon qo'yamanki, qo'llarda telefon tushib ketmasa, hisobmas aka. Gap yo'q. Mana 75 pilusdan 80 gacha bor mana shu. Oltita qo'yimda bo'ylarida. Bir hafta yeb olishmani kafolatini beraman. Narxini aka, qo'llarida telefonni mahkam ushlab tursin. 4 million 400 ming so'mdan bir joyga olaman aka. Joningiz omonmisin. 4 million akalar, 400 ming so'mdan mana shu qo'chqorlar mana akalar, yirik holatdagilar sizlarda xonadoningizgacha yetkazib olib borib beriladi. Bu faqat arzonchi Oxunjondir. Gap yo'q. Uka endi bitta gapda. Aha. Hammasini olsa xayri sunnatiga yana bir nima o'tib Sunnatiga o'tib beradi, lekin o'tadigan uyat bo'lish kerak odamda aka. Gap So'ragani. Gap yo'q. Qadrli obunachilarimiz bemalol aloqaga chiqarasiz akalar, ishlaring bitaveradi. Demak, biz keyingi partiyalarimizga sekin navbatda bersak ham bo'laveradi akalar. Qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa yungini olib qo'yilgan tayyor holatdagi sizlarga qo'shqonlarda tavsiya qilamiz. Xudo xolasa bularda ham ma'lumotini ukamiz o'zlaridan eshitib olaveramiz. Soniga nechta berdi uka? Soniga aka 8 dona. 8 dona xudo xolasa qo'chqorlar, ha bular. Qo'chqorlar aka. Pichma sog'liq axtasi yo'qmi uka? Yo'q, pichma sog'liq axtasi yo'q. Gap yo'q. Bo'y bastlari ham normalniy ekan. Aka bo'y basti 75 pilusga olishaversin. 75 pilusga beraveramiz. 75 pilusga beraveramiz aka. Gap yo'q. Yem ochmoqlariga garantiyasi bor, ha? Yemoq, ichmog'iga bir hafta kafolati bor aka. Gap yo'q. Bir hafta Joni Alloh kafolati bor. Oman akalar haqiqatan mehrda beradigan qo'chqorlar ekan akalar. Sababi mehrni bering, barakani katta oling. Xudo xolasa chiroyli holatda boqib maza qilaman degan ko'kalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Aka, endi buni dastavkasi qayergacha ekan? Aka, Oh. xudo xolasa biz men chiqadigan bo'lsam arzonchi Oxunjon. Mana telefonlardan chiqadigan bo'lsam O'zbekiston bo'ylab xudo xolasa inaplanetagacha rejani tuzyapmiz aka. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab yetkazib O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi aka. Gap yo'q. Yetkazib berish xizmatidan muammo yo'q. Narxi necha pul bo'ladi? Aka, Qani? Bay bozor emas, bozordan arzon qilib beraman aka. Sunnatga jinginda o'tib beraman, lekin mana shu bir joyga olaman deganga 4 million 300 ming so'mdan. 4 million 300. 4 million 300 ming so'mdan. Joningiz omon bo'lsin. 4 million 300 ming so'mdan qadrli obunachilarimiz xonadoningizgacha yetkazib olib borib beriladi akalar. Mana sizlarga tavsiya qilinadigan qo'chqorlarda ko'rib turibsizlar akalar. Savdo qiling, savdolashing akalar. Xudo xolasa xayri sunnati bo'ladi, abizatimni. Xudo xolasa o'tib beriladi. Bemalol telefon qilaverasiz, keyingi partiyalarimizga biz sekin navbatda beraveramiz akalar. Qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa akalar, mana keyingi partiyamizga barra qo'zilar. Ammo barra qo'zilarida ham katta bo'lib qolgan variantlar ekan, xudo xolasa asosiy bilan ukamizdan ma'lumotlarni eshitishni boshlaymiz. Soniga bular nechta chiqdi? Aka, sanovda 11 bosh. 11 bosh, xo'p. Qo'chqor 10 dona qo'chqori bor. 10 dona. Bir dona sovliq barakasi ichida ketadigan bor aka. Gap yo'q. Xudo xolasa bir dona sovlig'i bor. Qolgan 10 tasi akalar, xudo xolasa qo'chqor variantlari mana qarang akalar. Xudo xolasa hammasini yuzi tiniq holatda. Yosh oyligiga qanaqa beramiz uka? Aka, yosh oyliklari 3 oylik, 4 oylik qo'chqorlar. 3 oy 4 oylikka beraveramiz. Bo'ylari necha uka? Aka, men material sotmayman. Ha. Bular sutga to'ygan barra qo'chqorlar zo'ridan olib keldim aka. O'zi asli barrani bo'yi muhim emas. Sababi akalar, barra kun sayin, hafta sayin o'sadigan narsalar bo'ladi. Xudo xolasa endi primerni xomshot uylaringda o'lchab olishlaringga akalar, misol uchun 65 dan 70 gacha desak bo'laveradi. Bo'laveradi aka. Ha, holati primerni ko'z taxmin ana shu holatda turibdi. Mabodo telefon qilsalaring akalar alohida video syomkalar asosida o'lchab ko'rsatib berishaveradi. Dastavkasi bulardikini ham O'zbekiston bo'ylab aka. Xudo xolasa tirikjon barra qo'zi olib chiqar ekanmiz, qo'zi qo'chqorlar. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab aka. O'zbekiston bo'ylab. Keling. Narxi. Aka, narxi 3 million 300 ming so'mdan bir joyga olgan odamga aka. 3 million 300 ming so'mdan. Kamini qilib berasiz uka. 3 million 300 ming so'mdan. O'zi bunaqa barra qo'zlarni. Voy, bo'ldi, gap yo'q. Eshitib turing. 3 million 300 ming so'm bo'pti. Sizni ham sazangiz o'lmasin. Tanlab olishadi ichidan. Tanlab olishadi 3 million 300 ming so'mdan. Hop, Optimaga. Optimaga aka
Bunga 50 ming so'mdan tushib beraman. Nimaga? Yarashmaydi. Yo'q, 100 ming shoshilmang. Shoshilmang, Bu yarashmaydi. dunyo qo'yilmaydi barra qo'ziga aka. Buni barra qo'chqorlar. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin. Qo'chqorlaringiz Xudo xolasa zo'r, balla qo'zilar. Kamini qilib berasiz baribir. Aka, yo'qolsam o'zim ajratib beradigan bo'lsam 3 million 200 ming so'm. O'zingiz ajratmaysiz, bir joyga olganga ham 2 million 200 ming. Bir joyga olganga 2 million 200 ming so'mdan beraman. Joningizdan 3 million 200 ming so'mdan bir joyga. Bir joyga olganga. Tanlab olishga 3 million 300 ming so'mdan. Gap yo'q. Qadrli obunachamiz. Qo'chqorlarning sultonlari aka. Qo'chqorlarning sultonlari Xudo xolasa akalar mana sizlar uchun namoyish qilinyapti akalar. Aloqaga chiqaverasiz. Xudo xolasa mana sizlarga akalar mana shunaqa mana orasida mana durlar ham chiqib qopti akalar. Oldi orqalari chiroyli holatda sizlarga yetkazib olib beriladi akalar. Telefon qilaverasiz. Demak, keyingi partiyamizga bir sekin navbatda bersak ham bo'laveradi. Akalar mana so'nggi partiyamizga haqiqatan Qo'chqorda original variantini chiqazamiz. Bu video syomkamizning oxirgi partiyamizni tushungan odam, qo'yni biladigan odam ko'rsa haqiqatan arzonligini biladi. Chunki qo'y bilan qo'yning farqi bor, zoti bilan zotini farqi bor. Shuning uchun o'zim chiqib sizlarga gapiryapman akalar. Mana bu Qo'chqor haqiqatan zot yo'nalishiga tavsiya qilinadigan akalar, olib maza qilib zotini ko'paytiraman degan aka-ukalarimizga tavsiya qilinadi. Xudo xolasa Arashan sort qirg'iz parodalardan akalar haqiqatan oldi ketidan to'lovlarga kelgan akalar mana. Qo'yni holatini qarang. O'ynoqilib turibdi. Xudo xolasa gavda voshi ham 85 atrofida. Xudo xolasa mana to'lovlarga kelganini qarang. Oq yuzlilaridan akalar, ishqibozi sirasi aloqaga chiqaverasizlar. Buni yoshi qanaqa o'zi Oxunjon? Yoshi 10 oylik aka. 10 oylik. 10 oylik aka. 10 oylikda shakda damini berib yuboradigan holatda gavda boshida turibdi mana akalar. Haqiqatan zo'r damoqchi bo'lgan aka-ukalarimizga mana tavsiya qilib qolamiz. Oldi tushlariga ahamiyat beringlar akalar. Quloq joylashuvlari Xudo xolasa yaxshi. Ikkita tumorchasi bilan mana, barakasi o'zi bilan mana akalar. Buni uka endi bitta o'zini dastavka ham qilib beramiz, ha? Aka, dastavkasini yetkazib olib borib beriladi aka. Yetkazib olib borib beriladi. Narxini nech pul qo'yamiz buni? Akanchatinni bitta gaplashib qo'ya qolamiz uka. Buni narxini telefonda gaplashiladi. O'zimizga ham juda qimmatroq narxga yetib kelgan. Telefonda gaplashamiz. Telefonda gaplashamiz. Telefonda gaplashiladi aka. Primerni bir 8-9 atrofida bitib qoladimi uka? Aka, telefonda gaplashamiz, xudo xolasa ishni bitiramiz aka. Bitiramiz, ha? Bitiramiz aka. Gap yo'q. Akalar, xudo xolasa telefon qilasiz. Narxi qiziq bo'lsa, mana shu ekranda nomerlarga telefon qiling akalar. Mana shu Qo'chqor ham sotiladi. Sababi akalar mana realni ko'rib turibsizlar. Akalar Qo'chqorni qanaqaligini xudo xolasa bu aniq bilamiz. O'zi biladigan odam biladi. Chakana pulga olinmaydi, chakana pulga sotilmaydi. Akalar telefon qilaverasiz, xudo xolasa ishlaringni bitiramiz. Demak, video syomkamizni mana shu joyda yakunlasak ham bo'laveradi. Sizlar bilan keyingi syomkalarda ko'rishguncha.